Ayollar eshitsin va ularning turmush o'rtoqlari ham eshitsin. Ayollarga ba'zan hayron qolaman. Eri uribdi, qaynonasi tepibdi degan videolarni zo'r ko'rasizlar, like, kommentlar yozasizlar. Biz mana foydali maslahatlar beramiz. Ko'rmaysizlar, eshitmaysizlar. Ayolimiz onkologiya sabab bachadonidan ayrilgan. Prof osmotrdan o'tyaptilar. Har bitta ayolga maslahatim, bir yilda bir mani sehrli tayoqcham deyman. Vaginalniy uzidan o'tib turing. Bu sizga katta foyda beradi. Hozir ayolimizni bachadon tanasi olingan, bachadon bo'yni qoldirilgan. Bachadon bo'yinda yana o'simta o'sgan. Mana ko'rib turganingizdek, mana bu polipni endi oldiramiz. Olgandan keyin gistologik tekshiruvga jo'natamiz. Agar atipik onkologiyaga xos belgilar paydo bo'lsa, bachadon bo'ynini yana qaytadan operatsiya qilib olib tashlashga to'g'ri keladi. Bizni kuzatib boring va bizda har doim foydali maslahatlar bo'ladi. Like, komment va profilga obuna bo'lishni unutmang.